Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük Haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en mühim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızı olsun. Xitay komünistlerinin içki ziddiyeti küçeymekte. Xinhua agentligining 20 fevral bergan xabarida bildirilishicha, Xitoy harbiy soti Xitoy Markaziy harbiy ishlar komiteti Birlashma shtab boshlig'i Fang Fengxuiga muddatsiz qamoq jazosi hukm qilgan. Xitoy Kommunist partiyasining vatanimiz Sharqi Turkistonda yurgizgan qirg'inchilik siyosati va Xitoy fuqarolariga qilayotgan yo'lsizligining eshishiga agishib, Xitoy Kommunist partiyasi ichidami har xil ziddiyatlar o'ttirg'i chiqishga boshladi. Xitoy Sharqi Turkiston xalqini terrorlik tuhmati bilan yo'qotmoqchi bo'lgan bo'lsa, partiya ichidagi Xi Jinpingga qarshi har qanday amaldorlarni cheriklashish, mal mulkining kelish manbasi aniq bo'lmaslik degandek bahonalar bilan ujuq turishga boshlagan. Fang Fengxuiga chetilib 6 amaldor tekshirilmoqda ekan. Lagerga tutqun qilinishining bahonalari. 19 fevral Shar Amerika to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari an'anaviy usul bilan meyit uzitishni lagerga tutqun qilishning bahonasi qilganligini oshkorlagan. Mazkur turbatda Amerikaning Xitoyda turishliq elchixonasi Twitter sahifasida Xitoy tajovuzchilarining Sharqi Turkiston xalqini jazo lageriga tutqun qilishda asos qilgan 10 xil bahonasini yo'llaganligini xabar qilgan. Xitoyning Sharqi Turkiston xalqini lagerga tutqun qilishdagi bahonasi tövendikilardan iborat ekan. Birinchi saqal qo'ygan va yog'liq chekkanlar. Ikkinchi maktabda ona tilini ishlatganlar. Uchinchi tamaki chekish yoki aroq ichishni rad qilguvchilar. To'rtinchi arabcha xati bor kiyim kiyganlar. 5-ci WhatsApp ishlatganlar, 6-cı yerlik amaldorlar bilan urushib takallashganlar yoki yerlik amaldorlar ustidan arz qilganlar. 7-ci boshqa davlatlarga sayohatga chiqqanlar. 8-ci an'anaviy odat bo'yicha meyit uzatganlar. 9-ci ro'za tutquchilar, 10-ci masjidga kirguvchilar. Yangi nasil harakati raisi Bandung shahrida 17 fevral Sharqi Turkiston yangi nasil harakati raisi Dr. Abdusalam Taklimakan Indoneziya yoshlar harakati tashkilotining taklifi bilan Indoneziya ziyoratini boshlagan edi. Dr. Abdusalam 20 fevral Indoneziyaning Bandung shahridagi Agung Trans Studio masjidida Sharqi Turkistonning tarixi va hozirgi ahvoli temasida leksiya so'zildi. Leksiyada Sharqi Turkistonning tarixi, jug'rafiyasi, Xitoyning Sharqi Turkistonda qilayotgan inson qilibidan chiqqan zulmlari, yaqinda beri islom va musulmonlarga qarshi qonun chiqarganligi, Sharqi Turkiston xalqini lager va turmalarga qamab, musulmonlarni islomiy kimligidan yenishga majburlayotganligi qatorliq masalalarni tunishtirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Turk tashkilotlari bilan jazo lagerlariga qarshi hamkorlik o'rnatmoqda. Erkin Asiya Radyosu'nun xabarida bildirilishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbarlari Germaniyaning Köln, Frankfurt, Nuremberg qatorliq shaharlaridagi Turk tashkilotlarining bosh shtablarini ziyorat qildi. 19 fevraldan boshlab Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari Germaniyaning bir qancha cho'ng shaharlaridagi Turk tashkilotlarining bosh shtabini ziyorat qilib, Xitoyning Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlariga qarshi o'rtaq harakat qo'zg'ash ishlarida o'zaro hamkorliklar o'rnatgan. Qurultay diniy ishlar mas'uli Turg'unjon Aloviddin apandi Xalqaro Turk Demokratlar birligidan boshqa yana bu 2 kunda Germaniyaning boshqa shaharlaridagi bir qism ta'siri zo'r Turk tashkilotlari bilanmi suhbatlar elib berilganligini bildirdi. Qurultay fondining mudiri Abdujalil Ahmad apandi bu qatimqi ziyoratda asosligi Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulm siyosatlariga bo'libmi jazo lagerlariga qarshi Turk tashkilotlari bilan ishbirligi qurishning muhim maqsad qilinganligini ilgari surdi. Amerikada keng ko'lamlik namoyish elib berildi. 19 fevral Xitoy demokratchilari Amerikadan Xitoy Kommunist partiyasiga qarshi keng ko'lamlik namoyish elib bordi. Namoyishni Xitoy Demokratiya partiyasi tashkillagan bo'lib, namoyishga Amerikada yashayotgan Uyg'urlarmi ishtirok qilgan. Namoyish Amerika Oqsaroy Davlat Majlisi, Federatsiya tekshirish idorasi, Adliya ministerligi, Xitoy elchixonasi qatorliq o'rinlarda elib berilgan. Namoyishchilar Xitoy jasuslarini tutinglar, Xitoyparas muhojirlarni qo'g'lab chiqaringlar, lagerlarni taqatqizinglar, Uyg'ur va Tibetlarni qutqizinglar degandek shuarlarni to'lashdi.
Turkiyada Reyna terrorlik vaqasiga chetishliq deb qo'lga ilingan 19 kishi qo'yib berildi. Turkiyada 2017 yilning Yangi yil kechasi yuz bergan Reyna terrorlik vaqasiga chetishliq deb qo'lga ilingan 19 kishi qo'yib berildi. İstanbulning O'rtako'y rayonidagi Reyna kashlik klubida yuz bergan mazkur terrorlik hujumida 39 odam o'lgan. Terrorlik hujumining O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Abduqodir Mashrapov ismli Daishchi tarafidan elib berilganligi ilgari surilgan edi. Vaqadan keyin Mashrapovni o'z ichiga olgan 58 odam qo'lga ilingan bo'lib, tutqunlarning ichida gumonliq deb qo'lga ilingan Uyg'urlar xeli ko'p salmoqni egallagan edi. Hürriyet gazetasining xabar qilishicha 18 fevral kuni Istanbuldagi bir sud mahkamasi tutqunlar ustidan sud ochgan. Shu kuni sud mahkamasi qaror chiqarib, Abdukerim Mehmet Abdullah, Abduvali Yasin, Adil Selim, Ali Muhammad Amin, Davlat Mehmet Ali, Mardan Tursun qatorliq 19 kishini qo'yib berishga buyurgan. Hürriyet gazetasining xabarida ko'rsatilishicha, jinoyatga doir mavjud dalillarning ahvoli, dalillarning zo'r qismining to'planganligi, bu kishilarning dalillarni o'zgartirib etish ehtimolligining yo'qligi qatorliq omillarni ko'zda tutib, yuqorqi kishilarni qo'yib berishni qaror qilgan. Ammo ularning chet elga chiqishini cheklagan. Sud mahkamasi yana Abduqodir Mashrapovni o'z ichiga olgan 20 kishini davomli tutib turib sotlashni qaror qilgan. Ayni vaqtda Reyna terrorlik hujumiga ba'zi Uyg'urlarning chetishlik deb qo'lga ilinishi va Turkiyaning bir amaldorining Abduqodir Mashrapovni Uyg'ur deb e'lon qilishi Turkiyadagi Uyg'urlarning qattiq noroziligini qo'zg'agan edi. Mashrapovning O'zbekiston fuqarosi ekanligi oshkorlangandan keyin yuqorqi Turkiya amaldori Uyg'urlardan kechirim so'rashga majbur bo'lgan edi. Xitoy elchixonasi Ruqiya Turdish xonimni haqoratlagan axloqsiz Xitoy o'quvchining qilmishini vatanparvarlik dedi. Xitoyning Ottavada turishliq elchixonasi Kanadaning McMaster universitetida o'tkazilgan yig'inida Uyg'ur faoliyatchi Ruqiya Turdishni haqoratlagan Xitoy o'quvchining qilmishini vatanparvarlik deb maqtadi. 11 fevral kuni McMaster universitetidagi musulmon o'quvchilar uyushmasi Kanadadagi Uyg'ur faoliyatchi Ruqiya Turdishni Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati va lagerlar haqida dokument berishga taklif qilgan. Yig'inda bir Xitoy o'quvchi kashila chiqarib Ruqiya Turdish xonimni haqoratlagan. Bu vaqa xalqaro taratqularda g'ulg'uli qo'zg'ab, bu o'quvchining orqasida Torontodagi Xitoy konsulxonasining borligi ilgari surilgan edi. Bu o'quvchining qilmishi yana Kanada Xitoy o'quvchilar va ilmiy xodimlar jamiyati nomli organning qo'llashiga erishgan. Janubiy Xitoy atiganlik pochtasi gazetasining xabar qilishicha, Xitoyning Ottavadagi elchixonasi yaqinda bayonot e'lon qilib, bu o'quvchining harakatini qo'llaydiganligini bildirgan. Bayonotda biz Xitoy o'quvchilarining bu haqqoniy vatanparvarlik harakatini qo'llaymiz. Egilik huquqi kapolatli qilib, bo'lgunchilikka qarshi turish xalqaro jamoatning o'rtaq maydoni. Shuningdek bu Kanada hukumatining maydoni degan. Xitoy elchixonasi bu axloqsiz Xitoy o'quvchining harakatini qo'llagan bo'lsa-mu, lekin bu voqeaning orqasida Xitoy diplomatik organlarining borligini rad qilgan. Bayonotda Toronto va McMaster universitetlarida yuz bergan voqealar bilan Kanadadagi Xitoy elchixonasi va konsulxonalarining hech qanday aloqasi yo'qligini ilgari surgan. Mazkur voqea Uyg'ur tashkilotlarining diqqatini qo'zg'adi. Xitoyda ig'ir darajadagi havo bulg'unish signali e'lon qilindi. Xitoyning shimolidagi Tianjin shahrida ig'ir darajada havo bulg'unishi sababidan qizg'uch seriq signal e'lon qilindi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Tianjin shaharlik hukumati ekologiya va muhit ishlari ishxonasining e'lon qilingan bayonotda shaharda shanba kunigacha davomlashishi mo'ljallangan ig'ir darajadagi havo bulg'unishi sababidan qizg'uch seriq signal e'lon qilinganligi bildirildi. Bu doirada kichik bolalar, yashanganlar, yurak va o'pka kasali bor bemorlar va reaksiya kasali bo'lganlarning sirtqa chiqmasligi kerakligi tavsiya qilindi. Shahar xalqining ochiq joylardagi faoliyatlarini azaytishi, sirtqa chiqqanda kerakli tadbirlarni elishi lozimligi ogohlantirildi. Yasli, boshlang'ich va o'rta maktablarga qarata ochiq joylardagi dars va boshqa faoliyatlarni to'xtatishi, shahardagi zavod korxonalarning ish to'xtatishi kerakligi chaqiriq qilindi. Rayondagi qurilish faoliyatlarining to'xtatilishi, ig'ir yuk va qurilish avtomobillarining sirtqa chiqmasligi talab qilindi. Xitoyda yuqumli kasalliklar sababidan jinidan ayrilish voqealari ko'paymoqda. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, o'tgan oy yanvarda Xitoyda yuqumli kasalliklar sababidan 1901 kishi o'lgan. Xitoy mamlakatlik sahiya komiteti e'lon qilgan 2019-yil yanvar oyidagi mamlakat miqyosidagi yuqumli kasalliklar ahvoli nomli dokumentga asoslanganda
Yanvar ayida Xitoy miqyosida 1,143,574 kishining yuqumlanganligi bayqalgan bo'lib, 1901 kishi bu kasalliklar sababidan o'lgan. Bularning ichida AIDS sababidan 1423, o'pka tuberkulyozi sababidan 208, g'aljirlik kasalligi sababidan 33 va yuqumliq zukam sababidan 143 kishi o'lgan. Bulardan boshqa ichki surish, qanash va zaharlanish qatorliq kasalliklarmo cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Dokladda yuqumliq kasalliklarning eng ko'p qaysi rayon yoki shaharlarda bayqalganligi to'g'risida hech qanday ma'lumot berilmadi. Erdo'g'an Sharqiy Oq dengizda neft qidirib tekshirishni to'xtatmaydiganligini jakarladi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şarkı Akdeniz'de neft qidirib tekshirish faoliyatlarini to'xtatmaydiganligini aytdi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Ankara Oltintog' Qorapurchak Qorao'g'li bog'chisida o'tkazgan kollektiv ekilish marosimidagi so'zida Türkiye'nin Şarkı Akdeniz'de neft qidirib tekshirish faoliyatlariga qilingan tanqidlarga inkos qaytardi. Erdoğan, devletimiz Şimali Siprus Türk Cumhuriyeti'deki qarindoshlarımızning energiya manbalari ustidagi haq-huquqlarini qo'g'dashdan voz kechmaydi. Xizmatlarimizni oxirigacha davomlashtirib, inshaalloh millatimizga shuncha sig'inish ichida kutayotgan xush xabarni yetkazamiz dedi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan hozir kun tartibimizda chegara rayonlarimizda bexatar rayon qurish masalasi bor deganni eskartdi va Turkiyada yashayotgan 310 ming suriyalik panohlang'uchining yurtlariga qaytganligini bildirdi. Bizim gündemimizde Suriye'de güvenlik bölgeleri kurarak mültecilerin geri dönüşlerini sağlamak var. Nitekim şu an itibariyle 310 bin mülteci evlerine, topraklarına döndü. Bizim gündemimizde Irak ve Suriye'deki terör bataklıklarını kurutmak var. Bizim gündemimizde Doğu Akdeniz'de bulunan enerji kaynakları üzerindeki haklarımızı korumak var. Bizim gündemimizde enerji yatırımlarıyla cari açığımızı kapatmak, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak var. Peki CHP'nin ve Zillet İttifakı'nın gündeminde ne var? Mısırda 9 yoshning o'lim jazosi ijro qilindi. Mısırda baş müpettişki bomba hücumu qilish bilan ayıplanib, o'lim jazosiga hukm qilingan 9 kishining o'lim jazosi ijro qilindi. Musulmon qarindoshlar tashkilotining eng yuqori darajalik ijroiya hay'ati deb bilinadigan rahbarlik ishxonasi a'zosi Muhammad Taha Vahdanning o'g'li Ahmad Tahamo o'lim jazosi ijro qilingan yoshlar orasidan o'rin oldi. Ahmad Tahaning siyosiy hukumati mazgilida o'lim jazosi ijro qilingan tunji musulmon qarindoshlar tashkiloti a'zosi ekanligi bildirilmoqda. Xalqaro kechirim tashkiloti tunugun e'lon qilgan bayonotida 9 o'qituvchiga berilgan va bugun atigan ijro qilinmoqchi bo'lgan o'lim jazosi qarorining to'xtatilishini talab qilgan edi. Nazoratdagi yoshlarning o'lim jazosini ijro qilishga tayyorlik qilish uchun jazo ijro qilish turmasiga yo'tkalganligi qayd qilingan bayonotda gumondorlarning qonunsiz so'roq qilinganligi bildirilgan edi. Bayonotda yana sud jarayonida ba'zi gumondorlarning jinoyatni e'tirof qilishi uchun qiyin qistoqqa elinganliklariga doir so'zlarga o'rin ajratilgan edi. Misr sudi 2015-yili bosh mufattish Hisham Balakatga suiqasd qilish delosi bilan sud qilingan 9 gumondorga berilgan o'lim jazosini 2018-yili noyabrda tasdiqlagan edi. Gumondorlar bo'lsa sud jarayonidagi ayblashlarni rad qilib, qiyin qistoq orqali e'tirofnoma olganliklarini bildirgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.